o'zi ayol kishi homilador bo'lgan paytda biror narsaga boshi qorong'i bo'lib qolsa, fantaziyasi shunaqa ishlarkan. Unaqa fantaziya olimlarda ham yo'q. Rostdan shunaqangi ishlab ketar ekan. Endi men hali uylanmaganman. Akamni uylantirganmiz, qishni qoq o'rtasida kenayim, qulupnay yegim kelyapti dedi. Men aytdim, jinni pinda bo'lganmi bu? Qishloqda turamiz endi, qaysi sog' odam qishni qoq o'rtasida qulupnay yeydi, esi joyidami ish qilib, sog' odamni kelin qildikmi? Uylangandan keyin o'zimni boshimga tushib turibdi-yu. Keliniz ko'mir yegim kelyapti dedi. Nima desam, ko'mir yegim kelyapti dedi. Qarasam vaziyat jiddiy. Borib xozmakdan 2 kilo ko'mir, 2 kilo ahag ham qo'shib oldim. Kim garantiya beradi ko'mir yegisi kelgan odamni ahag yemasligiga? Uyga olib kelsam, shuni bersam, uyini yegan, betli qop-qora, bilmayman, yeganmi uni, yalaganmi? Qop-qora.